Assalomu alaykum azizlar, biz yana sahnaga qaytdik. Oradan mana 1 yil o'tib yana Lifetime sport klubidamiz. Mana oshpazlik san'ati bilan Amerikada o'z hurmatiga sazovor bo'lgan Ohioda nomer 1 oshpaz unvoniga musharraf bo'lgan ukamiz Umidjon mana sport bilan shug'ullanyapti. Ishdan tashqari holatda ertalab soat 9 dan soat 12 gacha sport bilan shug'ullanadi. Undan keyin kech soat 4 dan kecha soat 1 gacha restoranda ishni boshqaradi. Mana ishlashni ham biladi. Sportni ham vaqtda qiladi. Demak, bunday insonlar o'z salomatligini qayg'urdimi? Demak, bu insonlar kelajakda katta umid qiladi. Mana yigitlarga ustozlik qilgan, Amerikada o'z faoliyatini davom ettirayotgan Rustam akamiz. Mana ishdan tashqari holatda mana juda ham bir ko'tarinki kayfiyatda sport bilan shug'ullanyapti. Mana ko'rinishlar jigitdek, ko'z tegmasin. Bundan ibrat olsa arziydigan insonlar. Mana sport zali qarang, chiroyliligini. Ay maşallah. Klas. Amerika'sın. Üst üste uzun kapattı. Güzel bir ko'rinishga ega. Sport mana shunisi bilan go'zaldir. Ishla. Qulday dama boy deydigan gap bor. Mana do'stlar, inson o'zini hurmat qilgan odamgina shunaqa sport bilan shug'ullanadi. Mana kamtarim sizlarga omad hamisha yor bo'lsin deymiz, ishlaringiz muvaffaqiyatli bo'lsin deymiz. Mana bu ya basseyn odamlar ham ko'tarinki kayfiyatda sport bilan shug'ullanishyapti. Mana yigitlar davom ettirishyapti. Mana shu 3 soat ichida 2 etapdan mana shu 70 ta yo'nalishda hammasini bosib o'tadi bu yigitlar. Mana shu 1 yildan beri stabilni cherizdan sport zalga qatnaydigan insonlar. Mana gap bo'lishi mumkin emas. Mana yigitlar mana bu tomonga endi yaxshi gap bo'lsa. Maşallah geldi. Mana yigitlar mana shunaqa sog'lom tanda sog'lom aql deyishadi. Albatta vaqtingiz bor bo'lsa sport bilan shug'ullaning. Salomatlikka juda katta foydasi bor. Ko'rishgandan ko'rishguncha azizlar, bizni kuzatishda davom etingizlar. Bizlar suhbatimizni yanagi ko'rsatuvgacha davom ettiramiz degan umidda xayrlashamiz.